Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir betapda laparoskopический plastika LMS o'tkazamiz. Bu oqsoqollik kratka analizni aytib bersam istoriyasini. Bu oqsoqol 5-6 joli boshqa klinikalarga borib 5-6 joli operatsiya bo'lgan zarra jollaridan. Shu zarra jollardan ko'p operatsiya bo'lgandan, ko'p astajini bo'lgandan zarra jollari qisilib qolgan hozir. Bizga kelganda böbrek yiringda temperatura bo'lib 39-40 temperaturga kelgan, biz böbrek tekshirganda böbrekda yiring bor ekan. Anan biz böbrekda yiringni tozalash uchun boshqasini shinay qo'yib, bu nefrostom deb qo'yib bizning tilda, meditsinskiy tilda. Nefrostom qo'yganda böbregidan 300 gram, 300 millilitr qo'yib gnoy chiqqan, qaymoq qo'shib. Gnoy chiqqandan keyin patsientning bir juma больницаga yotqirib, lechina qilib tozalab böbregini yiringdan. Hozir bundan yaxshi, Xudoy bersa. Yana hozir bo'lsa biz bugun ustozimiz Karimov Oybek akaning, bu ustozimiz O'zbekistondan kelgan. Shunday qiyin случайлар bo'lganda biz ustozni chaqiramiz. Ustozimiz yo'q deb kelib, shunda bizning betaplarga chechim chiqarib, laparoskopiya operatsiyani jasab, bu odamni böbregini saqlab qolishga biz sebepchi bo'lamiz. Hozir bizda bo'lgan operatsiya bu urologiyada eng qiyin operatsiyalardan birisi. Bu осложненный operatsiyada o'sha birovlardan keyin qolgan осложнение bu. Bunda betaplarda ko'p joylarda albay qo'yib operatsiyaga qo'rqqanidan, operatsiya yaxshi chiqmaydi deb. O'shandalarda biz Xudoyimiz yordam bilan ustozimni chaqirib birgalashib, ustozim bilan birga jasab o'tamiz. Xudo xohlasa operatsiya yaxshi ketyapti. Dag'i bir nimalar bo'lsa, hozir ustozim o'zi bir ikki so'z so'ylab beradi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Avangard klinikasidamiz. Bugungi bemorni hozir mana qisqacha tarixini hamkasbimiz Qambarali aytib berdi. Hozir biz bemorda buyrakni saqlab qolish uchun rekonstruktiv amaliyot o'tkazamiz. To'g'ri, bugungi kunga kelib juda ham lazerli texnologik amaliyotlar ko'payib ketgan. Bu quvonarli holat, lekin ba'zan shunaqa bo'ladiki, shu lazerli operatsiyalar siydik yo'llaridagi torayishlarga olib kelib qo'yish ehtimolligi yo'q emas. Bu bemorda ham shunday случай bo'lgan. Ya'ni lazerli operatsiyadan keyin siydik yo'llari torayma kuzatilgan. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Lekin bunday holatlarda ham masalan mana hozir Qambarali bu yerda lazer texnologiyalari bilan deyarli 10 yildan beri amaliyot o'tkazadi. Ya'ni qancha vrachni malakasi yuqori bo'lsa, demak bunaqa holatlar kamroq bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, sog'lig'ingizni haqiqiy shu narsani professionallariga ishonishingiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa biz bugungi amaliyotimiz siydik yo'llarni toraymasini bartaraf qilamiz hamda bemorni 1 oydan keyin buyragidagi trubkalardan qutultiramiz. Inshaalloh ushbu bemorni sog'aygandan keyin yana bitta ma'lumot o'rnida videorolik qilib, xudo xolasa shu Instagram tarmog'iga qo'yamiz. Do'stlar, men Farg'ona shahrida Medart klinikasida ishlayman. Bizga juda ham ko'p shu qo'shni respublikadan, O'sh shahridan, Jaloloboddan bemorlar boradi. Ba'zan shu bemorlar chegaralardan o'tishda boshqada ma'lum bir qiyinchiliklarga uchraydi. Men shunday bemorlarimiz bizda davolanganlar bo'lsa, kommentariyada o'zining fikrini yozib ketsin. Shu bemorlar uchun yana bu yangilik emas. Biz ko'pincha shu klinikaga kelamiz. Qanaqangi buyrakdagi muammolar bo'lsa, kelib bemalol mana Qambaraliga uchranglar. Bular bilan biz har doim aloqadamiz. Biz sizlarga shu yerda Qirg'izistonda o'zida yuqori malakali yordam ko'rsatishga tayyormiz. Sog'liqlaringizni ehtiyot qilinglar.